Agarda sen tonalniy krem mana bundoq или bundoq qilayotgan bo'lsang, sponji kiyim bilan ishqalayotgan bo'lsang, tabriklayman, sen tonalniy kremni noto'g'ri ishlatyapsan. Tonalniy krem surishdan oldin silyarka bilan yuzingni kirlarini yaxshilab tozalab olgin. Lagome toneri bilan yuzingga yaxshilab sepib olgin. Ozgina yuzingdagi toneri qurishiga yordam berib, tonalniy krem yuzingda ideal yotib berishi uchun esa Selimax'ning sivaratkasini yuzingga surib olgin. Tonalniy kremni yuzingga shundoq surib olmoqchimisan, kestichka yordamida oldin uni isitib olamiz, pastdan tepaga qarab surib chiqamiz. Injiqda uni ishqalamasdan yuzimizga ohistalik bilan urib chiqamiz. Tonalniy kremdan keyin konsileringni surmoqchimisan? Konsiler surishdan oldin konturing. Sponjikimizga yaxshilab ishqalab olib, yuzimizga urib chiqamiz. Keyin esa rumyanani qo'lingga surib isitib olasiz. Keyin esa isitib olgan rumyaningni sponjiking bilan urib chiqasan. Konsiler ko'zimiz tagida qora dog'larni ketkazish uchun skulingdan pastga qarab surasiz. Konturing berish uchun botga surasiz. Burning kichkina ko'rinishi uchun shotga surasan. Yuzingga lifting berish uchun ko'zingni markaz qismiga surib olasan. Konsilerni ishqalamasdan ohistalik bilan urib chiqasan. Yuzingdagi tonalniy kremni ideal yotib berish uchun uni pudra bilan konturing berib olgin. Yuzingdagi makiyajing kuni bo'yi turib berishi uchun Sensible brendining fiksatorini sepib olgin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'ng tarafdagi serdichkani bosib qo'yib, makiyaj sirlarini o'rganmoqchi bo'lsanglar, menga podpiska bo'linglar.